Tojikistonga eksport bo'layotgan shitlarimiz xudo xohlasa tayyor bo'ldi. Eksport deydimi, import deydimi, nima deydi? Xullas, maxsus shit qilib berdik. Blok pitания, частотный импровизатель, relay control faza, avtomat mayda chuydalari bilan boshqa ko'rinishda bo'ladi. Xudo xohlasa shitlar chuqur bo'ladi, частотный bemalol sig'adi, eshiklar yopiladi. Xudo xohlasa bularga zashitalari hisobga olingan, suv sachrab qolib, zamekana bo'lib, muammo bo'lmaydi. Xo'p. Kaltlarni tepasiga yopishtirib qo'yganmiz, strech qilib, xudo xohlasa polni chiroyli qilib yig'ganmiz. Bunga libboy yo'lisa bo'ladi. 2700 lik kichkina ekranli platamizga ham ulasa bo'ladi. Sizlarning xohishingizga qarab turib, mana shu shitlarni ham yig'ib berish imkonimiz